Azad. Qutquzinglar! Oppa! Oppa! Voyjon! Avi! Hey Soltek! Avi! Yani sen mi ba asker? Artık işe aralashmasan, bir seni gacha depti. Qo'lim bekla og'rib ketyapti. O'lib ketamanmi? Biz aeroplanning uçuşçular bölümünü tepishimiz kerak. Bu yerda doktor bormi? Aranglarda doktor bormi? Sizlarmi mavjud emas albatta. Hozir sizlar o'z dunyoringlardan ayrilganga oz deganda 10 necha yil bo'ldi. Balamni qutqizinglar. Sizdan o'tinib qolay. Balamni qutuldiringlar. Bu yerda signal topmaydi ekan. Ular bizni topguncha xeyli vaqt ketishi mumkin. Azad! Azad! Cheklangan Aral. Abdori Elyar Ataman. Birinchi qism. Mening ismim Nihat. Xarbin shaharlik razvedka idorasida ishlayman. Bultur yangi yil kirishi bilanla shahrimizda nihoyatda sirliq ishlar yuz berdi. Boshda bir kechada 29 odam sirliq holda g'oyib bo'ldi. Keyin oradan yarim yil o'tibla yana 26 odam sirliq holda yo'qolib ketdi. Bir yil jafoliq izlash orqaliqmi ularning qilchilik izderkini ololmadik. Ammo o'ylagan yerdan oldin qapda harbiy tarafning alayda qismidan xabar topshirib oldik. G'oyib bo'lganlarning ichida bir alayda qism askarmi bor edi. Shunga hamma ishni tashlab harbiy qismga yugurdim. Boshliq, sizcha nima yepushi bayqalgandi? Dedi yordamchim Dala. Bilmadim, bag'indi bilamiz. Yo'lda mang'ucha bu alayda qism askarining materialini ko'rib mangdi. Uning ismi Azod bo'lib, o'zi Shinjonlik ekan. 1997-yili harbiy qismga kirib, 2002-yili alayda qismga kirgichi bo'lgan oraliqda harbiy safda olgan natijalari odamni hayron qoldirdi. Alayda qismga kirgandan keyin chegara rayonlardagi zahar atkazchilarga qarshi nurg'un urushlarni qilgan ekan. Hatto bir qitim 12 sabdishidan ayrilib qolib, o'z yolg'iz atkazchilarni mag'lub qilgan ekan. To'qinishdan keyin u hamma sabdishining jasadini 5 kilometr yiroqlikdagi Jongo chegarasi ichiga yolg'iz yutib kelgan ekan. Bunda g'ayratli Qaysar Azmatning qandoq bo'lib bir kechada g'oyib bo'lganiga odamning aqli yetmaydi. Tushdan keyin bo'lganda harbiy qismga yetib keldik. Ular bizni mas'ul xodimning oldiga boshlab kirdi. Yaxshimisilar saqchi yo'ldoshlar? Sizlarni shuncha uzundan chaqirib malol qilib qo'ydim. Yoqay. Biz ozroqli yepuchi bayqisaqlar dunyoning o'chidigimi ketaveramiz. Shu. Sizlar razvedka idorasining xizmati haqiqatan jafoliq. Nadikini, sizlar harbiylarga yetmaymiz. Endi naqyabga kelsak, tunugun kash biz ambarni yig'ishtirib bitib, alayda qism askari Azodning askaraklarini bayqab qoldik. Buni u yo'qolib ketishdan bir oy burun qoldirib ketgan bo'lishi mumkin. Dedi mas'ul xodim menga bir yashikni ittirib. Nemiga asosan bundoq faraz qilasiz? Chunki u yo'qolib ketishdan bir oy burun bizdan ruxsat so'rab ketib qolgan. Kim bilsin, u shu ketgancha toki hozirgacha qaytib kelmadi. Men yashik ichini mundoqla oqtirib, qo'limga bir parcha suratni oldim. Bu surat yo'qolib ketgan bir qiz bilan tushgan rasm edi. Burunqi tekshirish natijasi orqali bu ikkalanning oralashganiga 6 oy bo'lganda yo'qolib ketganligini bilgan edik. Ya'ni boshdagi 29 odam yo'qolib ketgan kundan boshlab muhabbatlashgan. Bo'ladi hamsa, ayibga buyurmasangiz, bizmi bu narsa keraklarni ep ketib, obdan tekshiraylik. Asqatqidek bir narsa chiqib qolsa ajab emas. Asqatida askar Azodning bir odati bor edi. U mayli qandoqli ish bo'lib ketsa-mu, kundalik xotira yozishni to'xtatib qo'ymaydi. Uning bir parcha xotirasi shu yashikning ichida bor. Texi hech kim ko'rib boqmadi. Odamni bekli xo'sh qildingizga. Men qaytib berib obdan bir ko'ray. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Sizlar uchun xizmat qila olganligimdan xushalman. Biz harbiy qismdan chiqib idoraga qaytib keldik. Idoraga kelgan cheg'imizda alliburun yarim kecha bo'lgan edi. Men Azodning materiallarini elib uyimga qaytib ketdim. Atsa hafta oxiri bo'lib, dam olish kuni edi. Shunga yetibla uyquga ketdim.
Әтіс түшке yaqin uyg'onib, nashta qilib olgandan keyin ishxona uyimga kirib, Ozodning narsa keraklarini axtarishga boshladim. Degandek bir kundalik xotira chiqqan edi. Uningdan boshqa yana bir qo'l soat, bir toki tugigan yon telefon, bir o'zik, bir belbog', bir pocha rasm, vaqt o'tib ketgan yarim botilka ichimlik, yana texi urush va tinchlik nomli roman, Ko'ngzining urush taktikalari yozilgan bir pocha kitob, bir qor pokiz yuyilgan forma qatorliqlarni bor edi. Men yon telefonni zaratlab qo'yib, kundalik xotirani ichib o'qib baqdim. Başdaki mazmunlar qismda bo'lgan ushaq-tushak kundalik ishlar edi. Ammo xotirning o'tirisiga kelganda xotir boshqacha yezilib mangan edi. Bu vaqt dal oldingi 29 odam g'oyib bo'lgan kundan boshlangan edi. Men xotirning shu yerdan boshlab o'qishga boshladim. 6512 navbatlik aeroplanga o'tirgan yo'lovchilar diqqat. Yo'lovchilar diqqat. Harbindan Xaynanga uchadigan aeroplan hozir qo'zg'aladi. Yuk taqanlarni yig'ishtirib, 5-nomerlik tizimitish ko'znikidan aeroplanga chiqqanlar. Askartish ovozi meni xiyollaringizdan tortib chiqdi. Amalsiz chamadinimni so'rab, uchish bo'limchisi oldiga keldim. Amallik saqlovchi biletlarni tekshirib o'tadi. Men uning oldiga kelganda, u menga illiq tabassum qildi. "Yaxshimsiz harbiy yo'ldosh? Harbiy safdan qaytibsiz-da?" dedi u biletimni ko'rgach. Yaqay, Xaynanga bir sadishimni yo'qlab mangan. Sabringiz o'ngishli bo'lsin. Rahmat sizga. Aeroplanga chiqib, o'z o'rnimni tepib o'ltirdim. Yanimda bir yashangan ayol gezib ko'rib o'ltirgan bo'lib, uchamdagi harbiy formamni ko'rib, menga boshlang'ich deb salom qilib qo'yib, davomli gezib ko'rib o'ltirdi. Sol tarafimda bir qiz darizadan sirtqa qarab o'ltirgan bo'lib, xiyol dengiziga cho'kib ketgan edi. Shoho, kapsizlik qilmay jim o'ltir. Kaynimdagi o'rinda o'tirgan o'tir yosh bir ayol shundoq deb o'g'liga qayotdi. "Oldinga qarab tezman." Bir saqchi shundoq deb qo'liga ko'yizi silingan bir jinoyatchini ishtirib mengotdi. Alayda qismda ko'p turib ketgachkimi, atrofimda bo'lib atgan hamma ishlarni tafsili kuzatib ko'nib qolgan edim. Aeroplan xodimi bizga bexatarlik tasmasini taqib olishimizni aytdi. Bir oz vaqt o'tgandan keyin ko'rilgan ovoz bilan tang aeroplan yenik silkinib qo'zg'aldi. Yenimda o'ltirgan yashangan ayol aeroplanga o'ltirishdan qo'rqisi kerak, ko'zini chini yumib olgan edi. Buni ko'rgan buvay uning qo'lini chingis qimdab tutib oldi. Ularning bir-biriga ko'yinishidan ko'nglim bir xil illiq sezimda bo'lib qolgan edi. Aeroplan ko'kka ko'tarilib muqimlashganda o'rnimdan turib tozalik uyiga berib kelish uchun mangdim. Tozalik uyining oldiga kelganda 3 odam turib olgan bo'lib, bir nimalarni taqalishib o'tadi. Men ularning orasidan o'tib tozalik uyiga kirdim. Kirib turishimga ularning pichirlashgan ovozini anglab qoldim. Xaynanga beribla, malni qo'ldan chiqarmasak bo'lmaydi. "Hey, sarang bo'ldingmi? Bu ya ozmalumisa?" Ems qanday qilsan? Shuncha ko'p xiroyin bilan saqchi tutilib qolsang, bir umr turmadan chiqolmaysan. "Ey, bo'shroq gap qil. Tozalik uyida bir harbiy bor. Boshqacha bir amali bo'pmi qala? Biz avval Xaynan aerodromidan salomat o'tib olaylik. Ular shundoq deb paranglashib o'tadi. Demak, ular xiroin savdogarlari edi. Men chandurmasdan tozalik uyidan chiqib, o'z o'rnimga kelib o'ltirdim. Ardan 10 minutlar o'tganda ularni o'z joyiga berib o'ltirishdi. Men shu chaqda asta o'rnimdan turib, uchish bo'limchisiga qarab mangdim. Apandim, nima yordamim kerak? Dedi Ayruxon qiz. Sizga desam, hal qilib bermasligingiz mumkin. Shunga yordam cho'shquchini chaqirib beramsiz. Bo'ladi apandim, sal saqlang. U kirib ketib, ozgina vaqtdan keyin yoshqina bir yigit uchish bo'limchisidan chiqdi. Nima ishdi apandim? So'rdi u. 7-ratdagi o'rindiqda o'tirgan 3 odam xiroin savdogarlar ekan. Ular aeroplanga zo'r miqdorda xiroin olib chiqibdi, dedim men. Ha? Bu gapingiz rostmi? U shundoq deb pardani qayirib sirtqa qaradi. Bu chaqda o'shchi uning o'zlariga qaratganligini bilib qoldi. Bo'ldi. Buni o'zimiz bir taraf qilamiz apandim. Siz joyingizga berib o'tiring. U yosh o'shquchining buncha nadonligini o'ylamabdi ekanman. Hozir o'shchi o'zlarining oshkorlanib qolganligini bildi. Endi ular boshqa ish chiqarmasa bo'ladi-ku. Shularni o'ylab o'ltirib, gezit ko'rib o'tdim. Ardan qanchalik vaqt o'tdikin
bək charchab ketgashgimi mugidab qopdiman. Tuyuqsiz biraylarning voqirashidan cho'chib uyg'ondim. Tez fışqıcığa degan. Aeroplanning ishkini ichib bersin. Biz tushib olamiz. Tez bo'l. O'rnimdan turib qarasam, heli qushi kayniga parashyut esib olgan bo'lib, bir aeroxon qizni tutqun qilib olgan edi. Ular aeroplandan sakirmoqchida qiladi. Senlar nima ish qilmoqchi? Tez qurolni tashlash, dedim men vaqirab. Yana senmi bu askar? Artıq ishga aralashmasang, bir seni gacha debdi. Bu yoqqa kel. Sen harimini askar bo'g'iningga to'yg'izib o'tmaydigan bo'lsa, Men amalsiz uning hiniga bordim. Voh o'lgur. Agar eg'il ishikli qilib bizni oshkorab qo'ymagan bo'lsang, mushu ishlar yuz bermaydi. Mana ham sana. Yana ortiqcha ordisi. Mana sana ordisi. Ular shundoq deb usti beshimga mush peshvolarni yog'dirib o'tgan edi. Ularga qarshilik ko'rsatay desam, aeroxon qizni zaxm etib kelishidan ansiraydim. Shu asnoda uchish bo'limchisining ishga echilib, eliqi yordamchi uchishi chiqdi. U amdi bir narsa dey deyishiga aeroplan qattiq silkinib, havo bo'shliqida chaqmoq chiqishga boshladi. Arqadan aeroplan to'xtamay silkinishga boshladi. Aeroplanning chiroqlari yenib o'chib, oksigen sömürgüçler qipidan ajrab tushishga boshladi. Men darhol yandagi bo'sh o'rindiqqa o'ltirib, bexatarlik tasmasini bog'lab oldim. Eli kuchi bilan aeroxon qiz o'rinlaridan turolmay yerga chaplashib ketib olgan edi. Nafsim qiyinlashib, oksigen sömürgüchni taqay deyishimga butun jahonni oppoq nur qopildi. Vaqt xuddi bir izra to'xtab qolgandek, quloqimda hech qanday ovoz anglanmaydi. Tuyuqsiz bir narsaning qattiq so'qilishidan aeroplan ikkinchi parchalanib, orqadagi qismi nalargadir g'oyib bo'lgan edi. Aeroplanning bosh qismi, ya'ni biz o'ltirgan tarafi shiddat bilan tuvanga qarab sho'ng'iyotdi. Yurkim qipidan chiqib ketayotgandek so'qib ketyotdi. Alhazal 1 minut o'tgandan keyin aeroplan yerga qattiq so'qilib tushdi. Men oldindagi o'rniqning yulang'uchisiga usib, o'shunda ketgan edim. Bir chaqda ko'zimni ochsam, daraxt ustida turardim. Men o'ltirgan o'rindiq aeroplan gavdasidan ayrilib, qonqib chiqib ketgan bo'lib, daraxt shoxlariga ilishib qolgan edim. Atrofda yiroq yaqindan boshqalarning yig'i zorlari anglanib-o'tadi. Beshim yerilib ketgan bo'lib, qanjiq chiqib ketganlikdan aytavur, shiqilib beshim bakli qiyib-o'tadi. Men bexatarlik tasmasini yishib, o'rindiqni tushirib atgandan keyin daraxt shoxiga yomishib, pastga tushdim. Hozir kecha bo'lib, hech narsani farq atkilib bo'lmaydi. Men ovoz kelgan tarafga qarab mangdim. Atrofdan og'riqdan vaqirgan ovozlar va bolalarning ablarini chaqirgan ovozlari chiqib-o'tadi. Azroq mangandan keyin oldi tarafda o't yalqini ko'rindi. Men shu tarafga qarab yugurdim. O'rmonlar quyuq bo'g'ashqa daraxt shoxlari orasidan yugurib o'tmak bak taskilatdi. O't kuyayotgan yerga yetib kelganimda ko'z oldimdagi manzarani ko'rib, nima qilarimni bilmay qolgan edim. Aeroplan gavdasi butunlay vayron bo'lgan bo'lib, hamma yer yardolar bilan liq to'lgan edi. Aeroplan daraxtlar shalon yerga tushgan bo'lib, o'zimning qandoq bo'lib, shuncha yiroqqa qonqib chiqib ketganimga hayron bo'lib o'tadi. Balamni qutqizib eling. Sizdan o'tinib qolay. Balamni qutuldirib eling. Dedi bir ayol qo'limdan ching tortib. Men u ayolning kayniga yugurdim. Ayolning bolasi bir necha o'rindiqning orasiga qisilib qolgan bo'lib, o'rindiqlar bir-biriga kirishib ketgachga uni tortib chiqarish nihoyat tezga to'xtaydi. Tez, yordamga yana bir necha odam chaqiring, dedim u ayolga qarab. Ayol ma'qul degunicha yugurib ketib qoldi. U ayol kelguncha men bolaning yig'isini besiqtirib turdim. Shakichik, qo'rqma. Seni hozirlik qutuldirib olamiz. Qo'lim bekla og'rib ketyapti. O'lib ketamanmi? Dedi bola. Yo'q, sen shundoq botir tursan. Botir yigitlar mangu o'lmaydi. Rostmi? Albatta. Men yonfonimni qo'limga ilib, signalga qarab boqdim. Signaldan bir sim yo'q taqiladi. Onungacha balaning opasi ishga harikishni boshlab keldi. Ular bilan hamkorlashib, balani qutuldirib chiqdik. Bu balaning buncha vala chidamli ekanligini o'ylab boqmabdi ekanman.
balaning so'l qo'li chaynagidan sunib ketgan bo'lib, bilak so'ngiki go'shtdan yerib chiqqan edi. Og'riqdan bu balaning usti beshi qora targa cho'mib ketgan edi. Sizlar telefoninglarda qutquzish talab qilinglar. Men berib, doktor bormi yo'q izlab ko'ray, dedim. Aeroplan gavdasi tushgan yerga kelib, egizrak yerga chiqib vaqirdim. Bu yerda doktor bormi? Aranglarda doktor bormi? Atrofdagi kishilarning hammasi o'z halakchiligida edi. Yig'izlari, qiyochiyalar orasida ovozim nalargadir g'oyib bo'lgan edi. Men doktor, nima ish bo'ldi? Dedi bir qiz bosh ko'zi yerilgan holda oldimga yugurib kelib. Bu qiz aeroplandagi vaqtda mening so'l tarafimda o'ltirgan qiz shu edi. Uning doktorligini o'ylab maqmabdi ekanman. Men u qizni balaning yoniga boshlab ib keldim. Bu balaning beligi sunib ketibdi. Uni tangalamsiz? Qani, men bir ko'rib baqay. Doktor qiz balaning qo'lini ko'rib, chiroylari o'zgarib ketdi. Ondan balaning qo'lini aplab tuzlab, bir lati bilan bo'yniga esib qo'ydi. Siz harbiymi? Shundoq. Biz aeroplanning uchiqchilar bo'limini tepishimiz kerak. Lekin aeroplan tutilay beramibdi. Yo'q, boyi men atrofni izladim. Aeroplan 3 ga parchalanib ketibdi. Biz o'tirgan qismi dal o'ttirdikisi. Quyruq qism orqamizda qoldi. Xatolashmagan bo'lsam, uchiqchilar bo'limisi bizning oldi tarafimizda. Biz uni izlab topguncha qutquzish atrida kap bo'lishi mumkin. Shuni avval bu yerga yaralarni qutqizsak bo'lmas. Dedi boya menga yordamlashgan birisi. Qutquzish atridi bilan aloqalash oldingmi? So'radim men. Yo'q dedi. Telefonlarimizda signal yo'q. Bu yerda signal topmaydi ekan. Ular bizni topguncha xeyli vaqt ketishi mumkin. Dedi doktor qiz. Uchiqchilar bo'limchisini topsak, uningdagi radio to'lqin orqali so'zlash uskunasi bilan qutquzish talab qilsak bo'ladi. Bu yerda yordamlar bek ko'p. Ammo ularning yordamlarini tangidigan kerakli narsalarning hammasi shu uchiqchilar bo'limsida. Shuni tezroq bo'lishimiz kerak. Bo'ldi. Amsa men berib uni topay, dedim men. To'xtang. Men bilib bo'lmasam, siz nima bilan ilishni bilmaysiz. Biz avval bu yerda yordamlarni vaqtincha bir taraf qilib turaylik. Ondan uni bila izdaylik. Dedi doktor qiz. Bo'ldi, dedim men. Biz bir necha yildan yordamlarni qutqizishga boshladik. Biz 3 er kishi ig'ir yenik narsalarni ko'tarsak, doktor qiz yordamlarning yorlarini tengib aldirash edi. O'lganlarning soni 10 dan oshadi. Biz yarim kechagacha bu atrofdagi barliq yordamlarni vaqtli qutqizib turdik. Hammaylarni yerib, holimizdan ketgan edik. Ay, askar yo'ldosh, siz bo'lmagan bo'lsangiz, bu ishimiz hargizmi bularni qutqizib bo'lolmaydiqchimi? Dedi o'tir yosh biri. Narikni, hammadan bek chapotatqini ma'u doktor qiz, dedim men kamtarlik bilan. Yo'q, yordamlarni qutqizishga hammamiz tan kuch chiqardik. Dedi doktor qiz. Tanishib qolayli. Ismim Mingwei. Dedi bayiqi o'tir yosh odam. Meni Yubo desanglar bo'ladi. Mening ismim Shayra. Do'stlarim meni Shayra deb chaqirishdi. Shuningizlarmi Shayra desanglar bo'ldi. Dedi doktor qiz. Mening ismim Azat, dedim men. Hamdi azroqdan aram yelib yo'lga chiqaylik. Uchiqchilar bo'limini topsaqla, qutqizish atridi bilan aloqalasha olamiz. Dorilarni olaymiz. Dedi Shayra. Biz texniya uchiqchilar bo'limchisining nerligini bilmaymiz. Shunga uzoqroq izlab qilishimiz mumkin. Agar azroqdan yemaklik va ichimlik olib olmasak, qiynalib qolishimiz mumkin, dedim men. Askar to'g'ri deydi. Biz avval yemaklik hamli bilib, ondan mangayli. Men ishga oldirmayli. Biz tong otguncha saqlab agar kun chiqib bo'lgandimi yana qutish atir kamlisa, ondan maqsaqmikin deyman. Dedi Yubo. Men Yuboning taklifiga qo'shilaman. Hargiz aldiraqsonlik qilmayli. Hozir yordamlarmi vaqtincha bexatar. Shunga bu o'rmonlikda kunduz mang'inimiz yaxshiroqmikin deyman. Mayli, deganinglarcha bo'lsin, dedi Shayra. Biz yordamlarni qutqizib bo'lguncha bakli charchab ketgachkimi, yetibli uyquga ketdik. Ko'zimni ochganimda kun nayzi bo'yi o'rilgan edi. Shayra bilan Yubo ikkisi mening ishning tayyorligini qilib o'tadi. Men o'rnimdan turib atrofga qaradim. Qutqizish atridi texnichilik kelmagan edi. Aman qolganlarning hammasi bir yerga yig'ilib olgan bo'lib, bir nimlanda paranglashib o'tadi. Meni uyg'otib qo'ymabsizlar-ku. Tönügün sen hammamizdan bek charchab ketding. Shuncha qaraq orom elib olsin dedik.
dedi Yubo. Rahmat sizlarga. Mingveychu, U suv topilib ketgan. Ana, qaytib keldi. dedi Yubo. Bu atrofda suv yo'q ekan, dedi Mingvey. Amsa biz mengaveraylik, balkim yo'lda chiqib qolar. Dedim men. Bu seningmi Azat, dedi Mingvey. U shundoq deb bir sumkani menga tangildi. U dal mening kichik sumkam edi. Shundoq. Buni nereden topding? Aeroplan dastlab yerga tushgandan topdim. Ichini ichib qarasam, sening harbiylik kinishgan bor ekan. Rahmat senga Mingvey. Yo'q, hech qisi yo'q. Sening alayda qism askar ekanligingni o'ylamabdiman. Men miyiqimni kulib qo'ydim. Ondan biz yo'lga chiqmoqchi bo'lib turganda yana biraylan oramizga qitildi. Yaxshimsizlar? Anglasam sizlar ushquchilar bo'limchisini izlab mengibsizlar. Men sizlar bilan birga boray.